Ассаламу алейкум, hürmetlik экран алдыда отаған телетамашыбынға. Озырыңлада Қадам телеканалы тәқдім қылып отаған азырқы заман қақырманлары намлық программысы. Сілі білен мен Абдуманап Махмучан. Біздің мәқтіміз, халқымыз ішіде қызмет еліп беріп атқан, өз үлішлеріне қошып атқан жігіт башлары, ханым қызлары, ақсақалла кеңешлері һәм уланың еліп беріп атқан ішлеріне тоныштырыш. Бүгінгі программымызда бізде мехманда Еңі Hayat мәхәлісінің чоң жігіт беші Мансуров Рахимжан акымыз. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Программамызға қош кепсіз. Рахмет үкім. Әнде сізге қойдаған бірінші суалым, мұшу Еңі Hayat мәхәлісінің тарих хақыда кішкенем сөзлеп өткетсіңіз. Болады. Әнде бән жұтымызның ке тарихыны сөзлеп қысқыш өтіп кетей. Бұл жұт өз вақытларда нақалық деп аталған. Başlanğanda şunu vaqtlardan beri jutumuzda müş vaqtlargacha iş xizmat qilib kelayotgan, uzun ömür sürgayotgan akıllarımız var. Nurgul akıllarımız dünyadan o'tib ketdi. Endi ularning qisqacha atlarini aytib kelsam bo'lamdi? Bo'ldi, albatta. Bo'lsa vaqtida endi akıllarimiz Tursun hacımız deb akimiz 93 yaşında bulta qaçıb ketdi. O'sha jut uchun cho'ng xizmatlarni qilib Armay talmay emgak qilgan akimizning biri. Niyaz akimiz deb jutumuzda birinchi yigit beshi bo'lib jutni qurgan akalarimizning biri edi. Amal qancha bu hayot shunda qisqaga dunyodan o'tib ketdi. Endi undan keyin o'zimizning jutida imomimiz Ablabiskam deb uzun yillar mobaida jutumuzda mechitda xizmat qilib imomdarchilik qilib keldi. Jutumuzdan ömrümüzün birligini yığıp. Endi şu vaqtlardan beri 20 yıl mobaida Abdikerim deb bizniki akimiz Nurbanımdagi hadimizle jutninki baş yigit beshi bo'lib xizmat qilib jutimizni mushuncha chiroyli mobayga akilib ömrlik birliklarini jutlarni aldıda xizmat qilgan akılarımız. Hem de ularning hem ömür bayan etip ketishki bo'lmaydi, harmay talmay emgak qildi. Nurg'uldigan akılarımız, adillarimiz aktivist bo'lib, bu jutumuzning har qanday o'qitini birlikda hammamiz atqirib keldik. Endi 20 yil mobaida ishlagandan yosh sho'ng'andan salomatlik bog'liq yigit boshqini o'tkish kerak bo'ldi. Men bo'lsam shu jutumuzning uzun yıl aktivist bo'lib ishladim. Ashundan başladım ki Hamdi Abdikerim akamning ki yordamchisi Mehmet akam degan kishi billa mushu Yangi Hayat jutini qurgan akalarimizning biri. Bular nurg'un amgigi bor. Hozir mana yaqinda Mehmet akam 80 yoshga kirdi. Uni o'zimiz buni zaman qarab kirib tabriklab qo'ydik. Hamda Abdikerim akamiz degan uzun yil ishlagan ekan, salomatligi sal nim bo'lgan ekan, o'rnini birga berish kerak. Jut bo'lgan ekan, jut saylaydi ekan yigit boshlarini. Men yordamchi bo'lib yurgandan keyin o'rniga meni yigit besh qilib sayldi. Jutimga men rahmat deyman. Jut uchun xizmat qilish har bir uyg'urimninki o'z vazifasi deyman. Jutimizning kelajagini, madaniyatini chiroyli o'z yo'lida ip ketsa deyman. Shu. Endi o'zingiz hozir aytib o'tgandingiz, mushu xizmatga qanday keldingiz, necha vaqt bo'ldi, elib berayotgan ishlaringiz qanday xizmatlarni talab qildi? Yig'irmi aslida shu uchun xizmat qilmoq men o'ylayman qiyin osal ish emas. To'g'ri deysiz. Jutning xizmatini qilish hamda barliq yigit boshlar biladi. Bizning aldımızda uzun yıllar jutlarni, bizning Uyg'ur xalqimizni madaniyatni saqlab kelgan, birligini o'mlashtirgan yigit boshlari. Endi men bu yerga o'zim Charmazdan Uyg'urlarning Charmda ko'chib kelgan 86-yili. Shunda jut ishlab yurib, keyin endi jutning aktivistlar bo'lib, jut bilan yuqurtivan ovqatlarga yutib yurdim. Endi keyin akıllarımız yaş yetkendan keyin Mehmet akam o'rnini bana verdi.
Әнде біздің кейінгі уақытта ақсақалlar кеңесі деп болған. Қасым акам деп 44-тен келді Исмайылов. Şu akımızға biz rahmetimizi etmez. Uzun yıl jutumuzda ақсақалlar kengesi болды. Jutumuzdan qandaqlı işler bolsa bizге мәслихатчан. O öz vaqtida direktor болып işlеген, muallim болып işlеген, bizге özünün yaxşı iqilleri bilen bizге yol yo'riqlarni ko'rsatdi. Qandaq ishimiz bo'lsa kelib, aka mana qandaq qilsak, xatchi bo'lsin, hamma ovqatlarga bizga yordamchi bo'lgan akamiz. Keyin u kishimiz 80 dan oshgandan keyin o'rinni Mehmet akamga o'tkazib, meni zam qilib sayildi. Azroq vaqt ishlagandan keyin endi bizning bosh yigit-peshimiz o'zi uzun yil ishlagandan keyin jut birlikte meni 25 qilib sayildi. Ishlab 25 3 yil bo'ldi. Endi bu jutga sayilgandan bu jutning xizmatini qilishimiz vajatqu deyman. Assalomu alaykum jutlar. Biz turmiz eng hayotli malda bizning yigit-peshimiz Rahimjon akamiz. O adam her qachon bizning alpimizga, dadimizga her meyramlarda yordam qiladi. Hech qachon unutmaydi vatanlarimizni. Праздник bo'lsa, men bo'lsa, ro'z bitir bo'lsa, ro'z nimlar bo'lsa, har qachon kelib hazırlıq ötüp ketadi. Aşınғы biz xursandmiz, rahmat bizning yigit-peshimizga, shu bizni unutmaydi. Har qanday yuqori-tuvan ovqatlarni o'zimizniki jutumuzning ақсақаллар bilan birlikte ishlaymiz. Endi bu yerda yana aytib ketayki, bu jutni yalnız yigit-peshlar atqirmaydi. Mening yordamchim bor. Tashpolat degan. O'zi jut uchun xizmat qildi. Gazet, jurnal, har qanday ishlarga bizning xabarlash, jut uchun jonko'r bizningki qarinishimiz, og'inimiz. Endi xonim qizlar raisiga kelsak, bu birdan bir cho'ng ish. O'zingiz bilasiz, ojiz badlar uyda bo'lsin, qayda bo'lsin, jon ko'p ishlaydi-ku. Halimam deb bizningki bir qarinishimiz bor. Uzun yil shu yordamchi bo'lib ishildi. Hozir 7-8 yil bo'ldi xonim qizlar raisi. Uning yordamchi İzzat deb. Mana shular bilan birlikda biz jutimizning har qanday ishini birlikda olib kelyapmiz. Hozir men o'ylayman, bizning jut shahar bo'yicha, mahalla bo'yicha bir atoqliq mahallaning biri bo'lib qoldi. Burun naxalqi desa, 5-6 yildan burun bizning qarindoshlar, akalarimiz "Voy to'xta, jutning etin yo'tkazib, yangi hayot mahallasi" deb atilib, chiroyli umr surib, jutimizga xizmat qilib kelyapmiz. Rahmat. Endi buni ақсақаллар kengashi haqida boya aytib o'tgandingiz. Shu ақсақаллар kengashiga yigit-peshning qanday qatnashi bor? Ularning elib berib atgan ishi qanday? To'g'ri. Endi ақсақаллар kengashi degan o uzun bizning asrlardan beri kelayotgan jutningki yuqori-tuvan semiyalar bilan kelishmaslik, har kun yuqori-tuvan yoshlarningki sal jutdan chiqib ketib qolgan ovqatlar bo'lsa, semiyalarda sal beqinmaydigan ovqatlar bo'lsa, yoshlarning bo'lsa, har qanday jutning ichidagi bir kelishmaslik ishlar bo'lib qolsa, biz ақсақаллар kengashi yigit-beshi xonim qizlar bilan berib, shu uylarga berib, shu masalalarni yechimiz. ақсақаллар kengashi bu yerda cho'ng rol o'ynaydi. Shu jut uchun shu tarbiyadan bo'lsin, yoshlarning rollari shunday. Tushunishlik. Endi shu elib berayotgan xizmatlaringiz aka, sizlarning elib berayotgan ishlaringlar qanday baholandi? Shunning rahmat qanday? Endi biz yigit-peshlar men o'ylaymanki, hech vaqtda mansab uchun ishlamaydim. Aqchi uchun ishlamaydi. Biz xalqimizga yaxshi bo'lgan, yaxshi amallarni qilsak, xalqimizning madaniyati, har qanday ichib bo'layotgan ovqatlarni chiroyli qilsak deb shuni intilamiz. Yuqori-tuvan hamma ishlarga biz cho'nglar bilan, yoshlar bilan birga ishlaymiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum ukam. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Qanday ishingiz yaxshimi? Rahmat. Sizni ahvolingizni bilay deb keldim. Yaxshi, qanday ahvolsiz, yaxshimi? Assalomu alaykum. Da bizning Rahmatjon akam bizga yordam qildi. Biz boshda og'riqlarga, men o'sha og'riqlarga bir yil ko'p yordam qildi bizga. Jutmu yordam qildi. Rahmatjon akam yugurib, shu bugun produktlarni akilib, qarab, yana bir kerak bir жағдайлар bo'lsa, "Dan qizim, uyalmang" deb turdi. Har doim звонит qilib ahvolimizni so'rab yurdi. Biz o'xshash odamlarga yaxshi qaraydi. Shu jutimiz uchun xizmat qilamiz biz. Bir Alloh rozi bo'lsin deymiz. Jut uchun xizmat qilamiz. Bizni saylagandan shu bizning umidimiz, niyatimiz shu. Endi shu sizlar tarafdan, siz o'zingiz yigit pish tarafidan bo'lsin, xonim qizlar tarafidan bo'lsin, shu oqsoqollar kengashli tarafidan bo'lsin, jut ichida ailasi ajrash ustida qilayotgan aileler uchun yoki bo'lmasa jag'diy nachar aileler uchun qanday xizmatlar ko'rsatildi? Ular uchun. Endi so'rag'ingiz to'g'ri. Cho'ng ma'lum bo'lgandan keyin bo'ladi. Bo'lib qoldi o'nda ishlar. Nurg'un bo'ladi. Nachar semiyalar bo'ldi. Yinqsiz degandek azizlar semiyalarda yuqortuvan ovqatlar bo'ldi. Shunday yerlarga biz anglab surishtirib boramiz. Endi bizning ma'lida menimcha bo'lsa, unda urush talash deganni bo'lmaymi qo'ysin. Bo'lmay qo'ysin da. Biroq nachar semiyalar bo'ladi. Shu vaqtda biz ularga özümüzün, jutumuzun fondu buldu. Biz her bir jut fond buldu. Şu fondlarını zıqqandıkken biz şu fond akçısını kerek yere neçe ölçep, neçe mesat kılıp işiltimiz. Önce birinci şu načar semiyelerge şunun jagdiye qarab özümüzün kolu için verimiz. Gayri oldu turvatdan 78-ci жылы bizning mal işçi jigit işimiz yaxshi, mal işçimiz yaxshi, hamma yaxshi. Men довольна. Yordam qildi. Rahmatjon akam hammasini yordam qildi. Jut yaxshi, yordam qildi hammaga. Apam dadam yo'q. Ustam og'riqchan tavalda o'tiryapti. O fond akçımızın hem de özanlar yaxshi bilisizlar. Özümüzün, Uygurumuzun çoğunlar olsun. 8 Mart'taydı. Mun çoğunlar əsləş, Allah əsləş açlaq işlərini biz şularını ko'nglini elib, xonim qizlar bilan shularni bilan birlikda shu fond akçalarını işiltimiz. Shunday ishlar bizda. Isaq so'zchiq bir asnomni biz jutumizdan qanday o'qitib olsin, shu ko'ngildan chiqsaq deb biz yigit boshlari, xonim qizlar, oqsoqollar kengashlari bilan shu ovqatlarni ep kelyapmiz. Endi hozir yana bir masala jut ichida chiqib qoldi bunday masala. Hozir zamonimizda qiyin joyda bo'layotganlikdan ishsiz yurgan azizmatlar bor. Ularni bir qandaqdir ishlar bilan ta'minlash, xizmatlarga o'rnashtirish ishlari elib berilamdi sizlar tarafdan. Yoki bo'lmasa boshqacha joylar qaralamdi. Endi to'g'ri deysiz. Biz yigit boshlari ittifoqi deb, rayonlik yigit boshlari deb, bizning rayonlik yigit boshlari acayip yaxshi xizmat qildi. Bizning Turisep ma'lumimizda rayonda 14 ma'li bor. Qaraymiz. Bizningki rayonlik yigit boshlarimiz Nazım Sultan degan, Xonim qiz Nuralamxon degan acayip yaxshi xizmatlar qildi. Ashundaq bir yerlar ish bo'lib qolsa, yoshlar uchun bizga xabar qildi. Yigit boshlari kimga qanday ishlar kerak yoshlar Bunu telefon bizi xabar qilinglar, shularni ishlarga o'rlashtirsak degan bizga ma'lumotlarni berib turdi. Biz har doim rayonlik yigit boshlari bizga yaxshi fikrlarni berdi. Yana shundaqla Uyg'ur madaniyatimiz bor. Osmonjon boshliq. Hamda Abdulkam Abdulshovning o'rniga bo'lgan, onun cho'ng xizmatdan qildi. Qandaq ishlar bo'lsin, bizning Uyg'ur xalqimiz uchun cho'ng ishlar qilib kelyapti. Rayonlik yigit beshimiz Dolqin deb inimiz bor. Mushlar bilan hammamiz yigit boshlari birlikda ajoyib chiroyli ovqatlarni qilamiz. Endi kimga shunday o'ylab o't ketdi, har turli ofatlar bo'ldi. Shunday vaqtlarda biz birinchidan shu mahallimizning ichidan yordamga chamamizga chiqib boqamiz. Bo'lmasa biz rayonga chiqamiz.
Rayonun jigit başları etmez. Rayon başları şununla yardam gördü bolmasa şehirlik çıkımız. Maşında biz birlikte acayip yaxşı oylama işler qilib kelyapmiz. Men razı hazır qilib atgan bizim yuqoridagi jigit başlarga, hanım kızlarga her daim bizge yaxşı yollarını kesip durdu. Şu etkan sözlerini biz məlimizin içindeki yaşlar olsun, çoğunlar olsun biz uqtırımız, düşendirimiz. Onun dışında biz Uyghur halkımız birlikte nurgan okatlan qilib kelyapmiz. Qıvatqan işlerimiz kızgın ep meyvatı deysiz vaka. Kızgın dep kelyapты. Bunu pandemiyaga qarmay her türlü okatlan qilib kelyapmiz. Endi özünüz hazırla etip ötüp kettiniz mu şu elimizde boğatkan, elimizde emas bütkül dünya yüzü boğatkan şu pandemiyaga bağlanışlık, kıyın jagdaylarga bağlanışlık. Qandaqtı bir özgertişler özgertildi mi hazır mu şu ep yaratkan hizmetinlarda? Endi bu Çekilmişler bolsun. pandemiyada o'tirib yetib olmadik. Endi jut bo'lganki jug'utning to'y to'killar bo'ldi. O'lim har turli jag'daylar bo'ldi. Shunga biz Qozog'iston Cumhuriyatining chiqargan nimasiga beqinimiz, Kanunuga. qonunga beqinimiz. Unda qo'ygani to'y to'kilan qisqarib ketdi o'zinglar bilsizlar. O keldi biz to'y qilsak qandaq deysiz? Yigit boshqa birinchi bo'lib bular yezildi. Ben nazar kılattım, toy kılattım degan işlerini bizge jurnalda biz bir-biriyle çataştırmak için yazımız. Şuların çıraylık ipmanımız. Endi ular etmez hazır toy meselesi toktap durumlar. Hem toktapın kalmaydı toy kıska az adam bilen toy işlerinden bitirimiz. Hem de zangı bekinip. İkinciden namaz işi ölüm işler onu toktamaydı o. Şunuma biz 30 adamdan artık emez. Ağırlıklarımızı rak tutup, jagdaylarla çıraylık uzutup, nazar çıraqlarını aşlar ötküzüp kelyapmiz. Endi hamma narsaga beqinmasak bo'lmaydi. Bu ishlar xalqimizning orasida bo'lgandan keyin u to'xtamaydi, reti bilan ep ketib boramiz deb o'ylayman. Albatta, og'riqning oldini olish kerak deysiz vaka. Endi yangi davrda biz endi rost hozir bu og'riq kuchayib ketib bordaymiz. Shuninga bizma zangga beqinib o'zimiz saqlikda tutishni her daim ölüm jitimlarda etimiz. Maskalarını ip kiringlar. Maska yo'q olsa uy esiga maska ip qo'yinglar. Muşun saqlıq qılayla deb berib turmiz. Maskan bormi? Yo'q olsa men deb özümüz saqlamasak kim saqlaydi? Albatta. Mana bu ishlarni elib reti bilan boshqarib kelyapmiz. Endi jut ichida yoshlarni kelajakka tarbiyalash haqida kichkina etib o'tib ketsangiz o'rninglarga kelajakda shunday ishlarni taplab jiglab qo'yib yoshlar tarafidan ularni tayyorlash ishlari me'landi. Bu acayip yaxshi so'roq. Bizning kelajagimiz yoshlar. Biz yoshlarni tarbiyalamasak, ular qanday bizning o'rnimizni besib bu ishimizni etmaydi. O hamma mahallalarda bo'layotgan ish. Bizning yurtimizda yoshlar shunday Biz nima desak, shuni birlikda ishlab kelyapti. Bizning yoshlar 25 bor. Har doim ular biz bilan maslahatda. Ularga aytamiz, sizlar kelajak yurtning egilari. Biz sizlarga topshiramiz. Bir yurtning ichida emas, sirtida Uyg'ur madaniyati va yigit boshlar va ashlarninki qayerga berib, qanday ovqatlarni anglab yutib etish vazifalar bor. Shularni bizlar ep minib shularga o'rgatamiz. Kelajakda shularni o'rnimizga saylaymiz. Shu bizning armonlarimiz. Shular davomlashtirdi bizning ishni deysiz. Xudoyim bir shugu, hammamiz shugu. Hammamiz bu hayotda uzun umr sürmeyimiz, aksatmışken yaşlar etmadım. Yaşlarımız yerlik toprak kolaş olsun, biz özümüzden alol desek, Savutcan degen inimiz var. Şu başlık, biz özümüz yerliklerini özümüz kolayımız. Alol degen bizim yaşlarımız, yani hayat meselesiniz, yaşlarga ben apırım etmeye şükür, rahmet bulağa. Hiç vaxtda yağ demeye, ıssıq, soğuk, yağmurda bular her daim yelik kolaşışlar bolsan, her qandaq işlarda bular aktif qatnışıdır. Razı mən yaşlığa. Maşında boş deb Allah'dan tileymen. Rahmat, endi kelajakka qo'ygan planlarınız haqida bölüşüp ketsiniz. Kelajak her qandaq mahallenin, yigit başlarının semiyələrdən buldu, yigit planı. Bizden
planımız gelecekte. Endi birden bir armanım üzerinden jutumdaki biraz Armanlabat'ta stadionlarını sev aldık. Acayip yaxşı 2020 yılı bitip birinci tur sepməsinin akimatlarına rahmet etimiz. Acayip yoğun stadion sepedi. Hazır jutumuzdan ki çok küçük yaşlar hemmesi şeyde yazın günleri her türlü voleybol, futbol, her türlü okatlan kıvadım. Mer aşınımı Hursalimiz, biz jut aktivistler bir bolup, şunu hal kılıp sağız olduk. Yani birinci Allah'ın bir buyruğu değil mi? İkinciden akibat terpeden bizge çok yardım verdi. Muşum armanımdı. İkinci arman emdi jutның özün bilse bizler kirip çıkış transport taraflardan mı biraz kısımcılığa uğanı meretlab aldık. Endi yani bir arballaba Xudayım basa endi onu ki yetem hazır halkımdan ki balalarımızda Uyghur mektepleri bersek diye armanım yani şu. Bu endi hazırkı vaqtda birinci qatarda tuğan mesele o değil mi? Şu. Şu memleketimizde hazır köplеген жағдайлар қартылған ғой, ярытылған. Оның еш қандай бір тосалығы жоқ. Енді мұшының бағынышлық өзіміздің экраннан алды отырған телетамашашыларымызға ізгі ниеттеріңіз болса, етіп өтіп келсеңіз. Бұл да hürmetlik мұшы телевиз алдыда отырған Қазақстан жерде yaşап атқан шәһәрләрдә, облысларда, мәлләдәге кырындашларым. Endi барлык Uyghur халкының арманы bir Uyghur мәдәниятimizni saqlash. Bu yer немелер kirdi desek, birinchidan Қазақстан Cumhuriyeti bizga keng turda yordam qilyapti. Bu qanday desek, bizning birinchidan teatrimiz bor. Albatta shaharda cho'ng teatrimiz bor. İkinciden məhəllələrdə məktəblərimiz var. Mana u yerdə bizdən nurg'unlagan yoshlarimiz tarkib etdi. Gazet jurnallarimiz var. Mana mushu ishlarni biz Uyg'ur xalqi davomlashtirishimiz kerak. Bizning madaniyatimiz Qozog'iston bizga bergan. Uyg'ur ovozi gazetimiz, Aziya bugun bor. Mana mushularni biz barliq yigitboshlari har vaqtda aktiv qatnashib, shuni xalqimizga tartib, yezib, gazet jurnallarni osib edib armalaymiz. Balalarimizni maktablarda o'qisab, Uyg'ur ana tilimizni unutmasga balalarimiz maktabdan boshlanadi, uydan, maktabdan boshlanadi ana til degan. Ana til bilgan o'zingizda hozir Qozog'istondami, qozoq qarindoshlarim ana til. Ana til bilgan hamma ovqatni yeb ketaverdi. Shuning uchun balalarimizni armanim ana tilda o'qitish kerak. O'qigan balalar yerda qolmaydi. Shuning uchun hamma Uyg'ur qarindoshlarim mushu bizning armonlarimiz, balalarimizni chiroyli tarbiyalab, o'qitib, Uyg'urimninki barliq madaniyatlarni jutamay xizmat qilsak deb armon qilamiz. Har qaysimiz Qozog'istonimiz tinch va al-zot mallarimiz omon bo'lsin. Bundan keyin chiroyli hur yashasak xalqim. Armonlarimizni yetsak, balalarimizni o'qitib, mustaq Qozog'istonda chiroyli umr sursak deymiz. Mening idorim shu. Rahmat. Mustaq vaqt berib, meni bugungi kunga taklif qilganlarga ko'p rahmat. Uyg'ur xalqim mushundaq o'm bo'lib birlikda yashaylikchi. Bir-birimizni ranjitmay chiroyli umr suraylik. Rahmat sizlarga, mana bizni mushundaq chaqirib, akilib qilgan qarindoshlar. Endi hürmetlik teletomoshabinlar, biz sizlar bilan xo'shashmaymiz. Faqat yenib kelasi programmamizda ko'rishguncha sog' salomat bo'laylik.